Parazit qurtlar haqida. Organizmda parazit qurtlar 3 bosqichda bo'ladi: tuxum, lichinka va qurtni o'zi. Ularni yo'qotishlik uchun siz qurtni o'zini dori ichib yo'qotganingiz bilan lichinka bilan tuxum qoladi. 14 kun va 21 kunda qurtni turiga qarab turib tuxumdan lichinka chiqadi va yana sikl davom etadi. Ungacha bolangiz yana qurtni yuqtiradi tashqaridan, u tuxum yana 14 kun, 21 kunda yana ochiladi, yana qurtga aylanadi. Agar ichkarida, ichaklarida qurtni ko'payishiga sharoit darajada bolangiz ovqatlanib, shirali ovqatlar, har xil hot dogmi, umuman fast foodlar ko'p yeydigan, shipuvchi napitkalar ko'p ichadigan, ya'ni qurtni ko'payishiga sharoitli muhit bo'ladigan bo'lsa, ichagida yana qaytadan qurt ko'payaveradi. O'shuning uchun 3 kunda yo'q qilib boraman, 1 haftada yo'q qilib boraman qurtinglar deydiganlarga ishonmanglar. Mana uyni butun umr uyingizni supurib beraman, bitta supurib beraman, qaytib iflos bo'lmaydi degandek gap u. Mana uyingizni supurasiz, yana iflos bo'ladi. Yana supurasiz, 1 haftadan keyin yana iflos bo'ladi. Organizm ham xuddi shunaqa. Doimiy tozalab turishlik kerak. 3 oyda, 6 oyda bolalarni parazit qurtlardan tozalab turishingiz kerak va parazit qurtlar yoqtirmaydigan muhit qilib berishingiz kerak.